Hozir biz ayni damda avtobusning ichidamiz. Toshkent-Moskva, Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi davlat tomonidan qo'yilgan, muhimi qonuniy. Agarda sizga ham kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hozir esa yo'lovchimizdan qisqagina fikr almashamiz. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Toshkent-Moskva. Moskvaga bilet narximizni qanchadan sotib oldingiz? 865 ming. 865 mingga ofisimizdan oldingizmi yoki kassadan xarid qildingiz? Kassadan xarid. Kassadan. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Shunday foydalanganmiz. Qulayliklari haqida nima deya olasiz? Qulayliklari tavsiya qilaman. Yaxshimi? Salqinlik avtobusda juda zo'r ekan. Qo'shilgan. Shunday. Muhimi qonuniymikan? Qonuniy. Rahmat, kattakon. Yaxshi yetib oling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat sizga. Qadrli yurtdoshlar, mana ko'rishingiz mumkin, yo'lovchilarimizning kayfiyatlari a'lo darajada. Hozir avtobusda odam yo'q deb o'ylamang, oldi tomon to'la odam. Chunki deganda hozir har bitta yo'lovchimizni endi skanerdan biletlar o'tkazib, so'ngra avtobusga bemalol joylashib olishlari mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Yana ko'rishguncha